Farg'ona tumanining So'lim Shohmardon hududida tabiiy va texnik xususiyatli favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik ko'rish, ularning oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha keng ko'lamli maxsus taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Ushbu mashg'ulot Favqulodda vaziyatlar vazirligi, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda ichki ishlar, sog'liqni saqlash, mudofaa, milliy gvardiya, energetika, transport va boshqa tegishli xizmatlarning o'zaro hamkorligida tashkil etildi. Mashg'ulotlarning asosiy maqsadi tabiiy ofatlar, xususan zilzila va suv toshqini kabi xavfli hodisalar yuz bergan taqdirda aholiga tezkor yordam ko'rsatish, qutqaruv ishlarini samarali tashkil etish hamda barcha xizmatlarning o'zaro hamkorligini sinovdan o'tkazishdan iborat edi. Mashq jarayonida Farg'ona viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasining maxsus vazifalarini bajaruvchi mintaqaviy qutqaruv otryadi xodimlari tomonidan murakkab sharoitlarda tog'li joylarda qidiruv-qutqaruv ishlari olib borish, arqonli o'tish tizimlari yordamida daryo bo'yidan odamlarni evakuatsiya qilish kabi maxsus ko'nikmalar namoyish etildi. Sog'liqni saqlash xizmati mutaxassislari esa jarohatlangan fuqarolarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, ularni tez yordam transport vositalariga joylashtirish va tezkor tibbiy evakuatsiya ishlarini amalga oshirdi. Mashg'ulot doirasida barcha ishtirokchi xizmatlarning saf ko'rigi ham o'tkazildi. Unda favqulodda vaziyatlar, ichki ishlar, milliy gvardiya, mudofaa, sog'liqni saqlash, energetika va boshqa xizmatlarning maxsus texnikalari, qutqaruv uskunalari va aloqa vositalari ko'zdan kechirildi. Texnik vositalarning ishga shayligi, ularning tezkor holatga keltirilish darajasi hamda xizmat ko'rsatish imkoniyatlari sinovdan o'tkazilib, ishtirokchi jamoalarning intizomi va o'zaro muvofiqlashtirilgan harakati yuqori baholandi. Shohmardon hududida o'tkazilgan bu maxsus taktik o'quv mashg'uloti nafaqat amaliy mashq, balki barcha xizmatlarning tayyorgarlik darajasini oshirish, hamkorlikda harakat qilish tizimini mustahkamlash, eng muhimi, aholini favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanishiga o'rgatish yo'lida muhim qadam bo'ldi.